2025-yilda Surqash 70-75 degan she'r chiqibdi. Yo, ertalab ham tushibdi-ku, va nihoyat maza qilib dam oldim bugun. Hammaga salom, sizlar bilan men Stromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bu meni yangi kanalim va qaysi kanalim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta kanalimizga hammasiga obuna bo'lib, videolarga like bosib, dirsalar tashlasizlarga umid qilaman. Nimaga bu ochiq eshiklar kechqurun havo o'tishi uchun ochib qo'ygan edim. Albatta men kechagina Narmon zakaz qilgan edim. Endi bo'lsa tomga chiqish uchun yo'l ochib qo'yamiz. Nimaga tomga chiqasan desangiz, shu kunlarda ikkinchi etajni qurish niyatim bor. No'xatga pulga qaraymiz, atak balkim qurarmiz, lekin shunchaki tomga chiqishimiz ham kerak-ku. Qishloqni, yon atrofni tomosha qilib turishimiz uchun, ochiq havodan maza qilib bahramand bo'lish uchun no'xatga podpischiklar, albatta kanalimizga videoga like bosing, kanalimizga obuna yoki subscribe, podpisatsiya bosib qo'ying, o'roqchani dirsalatga yoqib qo'yinglarki, davayki biz ana qilamiz, suvga sakraymiz. Oyog'im nima bo'lo bu jinursun, men yerga yumshoqroq tushaman deganda bu yerda yashlik bor ekan, la'nati. Oyog'imni qayirib oldim, xatiya bu yashik. What the fuck? Ichida nima bor edi? Podpischiklar ko'rdingmi? Ichida diamondlar. Wow! Buncha diamond, buncha pul, buncha uzuk, qanaqadir dollarlar. Soxta bo'lmasa bo'lgani. Jonursin bular. Yo'q, soxta emas, haqiqiy. Bular bu yerga qanday kelib qoldi? Shuncha paytdan beri men polizimga buncha narsani ko'rmaganmidim. Davaydi mana bularni tezroq yig'ishtirib olamiz. Kulli oddiy hayotni anaqaga o'xshatamizda, keyin birdaniga uyga kirib biron tomosha qilamiz. Voy, podpischiklar, bu pulga men qishloqda sotib olsam bo'ladi-yu, nimalar qilavermayman. Podpischiklar, bilyapsizlar. What the fuck? Qishloqda sotib olsam bo'ladi-yu bu pulga. Voy, men mer bilan gaplashaman, qishloqda sotib olaman. Podpischiklar, bundan hozir men 10 tasiga gedeta qishloqda sotib olishim mumkin. Pana bobom Murod. Podpischiklar, o'ylayapsizlarmi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Buncha pulga biz nimalar ochaylik? Masalan, Lamborghini, BMW, har xil mashinalar sotib olishimiz mumkin. Qishloqqa zo'r qilib, qishloqni shaharga aylantirib, zo'r magazinlar ochib, supermarketlar qilib, domlar qurib, uylar qurib tashlashimiz mumkin. Buncha pulga albatta like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zinglar bilasizlar-ku, podpischiklar. Wow, men xayolimga ham keltirib olmayapman buncha pulga nima qilishimizni. Nima bo'lishi mumkin? Buncha qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Ota-boboyimdan meros qolgan bilmayman, hayronman podpischiklar. Davaydi kelinglar, birinchi bo'lib mana bularni olib olamiz va keyinchalik ana ularni qilib olamiz. What the fuck, nima aylanmay qolyapti? Podpischiklar, o'ylayapsizlarmi? Buncha pulga biz nimalar qilishimiz mumkin? Biz o'zimizga shaxsiy mashinalar, villalar, hamma narsani joyda, korоче, biz boy bo'lib ketdik. Biznes shaharga ko'chib ketsammikin, podpischiklar, nima deysizlar? Kommentariyaga buni ham yozib qoldiringlar. Tasavvur ham qila olmaysizlar. Bu qishloqda meniki deb hisoblayveringlar. 13-qishloq kim keldi? Sizlar bemalol Stromik deb o'ylayveringlar. Kimdir sizlarga 13-qishloqda meri kim desa Stromik deb o'ylayveringlar. Yeslicho, bu qishloq endi meni shaxsiy qishlog'imga aylanadi. Bugundan boshlab hozir meri bilan kiraman deb gaplashaman. Qishloqni menga berasiz deyman. Undan oldin birinchi bo'lib aytdan daraxt chopib olaman. Men menga farqi yo'q. Qoidani buzsam ham даже adminga berishga pulim ham ko'p. Podpischiklar, shunchaki qoidalar chetlab o'tamiz chunki bizda pul juda ham ko'p. Podpischiklar, wow, просто bomba. Tasavvur qila olmayapman, shuncha pul qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Opa buvlarimdan meros qolganmikin? Даже tilim sepidan chiqib ketyapti buncha pulni deb. To'xtamasdan gapiryapsan, nimaga desanglar, men o'sha kayfiyatim ichimga sig'may ketyapti. Podpischiklar, davaydi biz kelinglar. Sandiq yasab bu pullarni biz yerto'laga yashirib qo'yamiz. Yerto'la emas, to'g'rirog'i mana bunday kovlab birdama joylar qilib qo'yamizda, keyin mashitga biz birdaniga yashirib qo'yamiz. Bu menimcha yaxshi fikr deb o'ylayman. Sizlarga ham shundaymi deb o'ylayman. Davaydi podpischiklar, biz qishloqda sotib olamiz. Qishloqqa biz o'zimiz boshidan qonun qoidalar qilib chiqamiz. Kelinglar, 15 tasi o'zimiz qoladi. Qishloqda sotib olish uchun kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, okey bo'lmasam kelinglar, biz birdaniga merni yoniga otlanamiz. Xo'sh, davaydi mana bu yerdagi non do'koni ham yopilib ketgan. Buni ham sotib olishimiz mumkin. Hamma narsa qilishimiz mumkin. What the fuck? Xo'sh, janob mer, короче, nima gaplar bo'lyaptimi, ishlar tushyaptimi, tishlar? Albatta, nima gaplar, Stromik obunachilaring obuna bo'lyaptimi kanalga? Obuna bo'lyapti. Короче, men qishloqda sotib olmoqchiman-da. Qishloq sotilmaydi. Nima sotilmaydi? Taxminiy narxni aytingchi.
10 ta olmos bo'ladi taxminiy narxi, lekin sotilmaydi. Tak, 10 ta olmos, 10 ta olmosga sotilmaydimi, to'g'rimi? Unda men sizga 15 ta olmos beraman. Nima qilib oldik biror haqiqiy yo'qmi bo'ldi qishloq seniki, mana bu idishni ichida dokumentlar bor. Bular ochilmayapti-ku. Sen tojni nima tojni bering menga. Sen tojniki yeyindan keyin bular ochiladi. Men hozir senga 5 minut kutib turgan tojni beraman. 1 2 3 xo'sh. O, mana tochsanga yo'q edi, u bunchalar qaranglar. Biz hozir merga aylanamiz, podpischiklar. 1 2 3 4. Yo'q, podpischiklar endi. Bu qishloqda mermasiz, oddiy jetilsiz. Uyingizda kitobingizni o'qib o'tiring, donishmand topoqi. Mayli, zato mana 15 ta olmosi bor. Yo'q, podpischiklar 15 ta olmosi bor. Bu mujim mera millioner bo'lib ketdi. Tak biz undan ham millioner biz. Kelinglar endi biz o'zimiz xohlaganimizcha qishloqni boshqaramiz. Xo'sh, mana bu masalan bu jetildi. Xo'sh, salom, nima gaplar kimyogar? Bugundan boshlab sen kerakchi fermalarga qaraysan. Nima men kimyogar sen kimsan? Men yangi merman, ko'rmayapsan Tojdon? Xo'p bo'ladi janob mer. Xo'sh, okey bo'ldi, sana oyligini oshiraman bugundan keyin. Rahmat kattakon. Wow, podpischiklar ko'rishingiz mumkin. Prosta bomba qishloqni boshqarish mazza, xohlagan paytim xohlagan ishimni qilishim mumkin. Xohlasa mana daraxt qilaman. Albatta sizlar kommentariyga yozib qoldiringlar. 2 qo'shuv 2 javobi nechi? Albatta buni javobini kommentariyga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda to'g'ri javob yozganlarni chiqaraman. Xo'sh, kelinglar, bu uyga ham kirib ko'ramiz. Bu uyda nima bo'lishi mumkin? Men butun umr qiziqib kelganman, bu uyda nima bor. Chunki bu uy doimiy, ya'ni yopiq turadi. Nima desa bo'ladi, nimaga yopiq turadi o'zim ham bilmayman. Har doim mana shuna yopiq turadi, ichida 40-50 ta bu yerda yerto'las bor ekan. Xatiya podvaliga ham qiziqib ko'ramiz. Okey, let's go. Podvalda nima bo'lishi mumkin bu uyni? Давайте bu yerda kichirma. Yo'q, what the fuck, ishonmadim. Mana bu oq eshik ichida nima bo'lishi mumkin? Kelinglar, oq eshik ichida zumrad va qimmatda qiziqar. Bu yerda ham olmoslar, izumrudlar, menimcha bu aniq merdagi bo'lgan. Podpischiklar, men o'zi taxmin qilishni boshladim. Mer bu yerga hech kimni kirgizmagan shu paytgacha va sotmagan. Sababi o'zini boyliklarini masjidga yashirib kelgan va 15 ta olmosni oladi-da, mana shu boyliklarni olib qishloqdan surib yubormoqchi bo'lgan reja tuzgan, lekin men undan birinchi bu yerda olib qo'ydim. Endi mer uxladi. Podpischiklar, endi mer uxladi. Chunki qishloqdagi har bir uy meniki xohlagan paytim xohlagan ishimni qilishim mumkin. Chunki hamma qishloqlar, даже o'zim ham ijarada turardim, lekin endi bo'lsa uy o'zimniki, kelinglar, uni qilib qo'yamiz bu yerda. Shunchaki bildirmasdan yopib qo'yamiz. Mayli eshik ochiq turaversa, ichidan havo inalib turadi. Okay, let's go. Endi bu pullar ham menga. Podpischiklar, biz ultra super mega billioner bo'lib ketdik. Obunachilar, millioner emas, billioner bo'lib ketdik. Podpischiklar, tushunayapsizlarmi? Kelinglar, mana sandiqni zashtasini kuchaytiramiz va ertadan keyin bitta sef ochamiz va bu yerga bitta katta villa quramiz, bir nimalar qilamiz. Korоче, o'zinglar idealarini borini kommentariyga yozib qoldiringlar. Albatta sizlar men kutaman. Dushi, xo'sh, hammasini bu yerga solamiz va tosh qo'yamiz. Okey, bo'ldi, kelinglar podpischiklar, bu yerda endi biz biror narsa qilib dam olib o'tiramiz, narsalar zakaz qilamiz internetdan, chunki bizda pul juda ham ko'p. Shuning uchun bir nimalar qilib o'tiramiz. Let's go. Bir haftadan so'ng Yo, tashqarida nima ovoz, jitillar. Astrovik, chiqa qol. Ha, hozir chiqyapman. Nima muammo? Yo, nima bo'lyapti bu yerda? Jinursun, jitil, nima bo'lyapti? Короче, qishloqda parakanda hamma bir-biridan norozi. O'zi ishini eplolmayapti, даже fermalar ham tushmayapti. Nima, mana fermalar normalniy turibdi-ku, lo'qmisan, jinnimisan? Hamma o'zini ishini eplolmayapti. Короче, qishlog'imiz parakandaga uchrashni boshlayapti. Nimaga unaqa bo'ladi? Hammasi normalniy turgan edi-yu, men hozir ko'rib kelaman. Mana bu yerda polizlar, hammasi sabzilar normalniy turgan edi. Hozir qaraychi. Mana bu sabzilar hammasi yetishyapti-yu. Ular hammasi bemaza chiqib yotibdi. Ular vashcha qusib olgandek bemaza. Nima? Mayli. O'zim hal qilaman hammasini. Sizlar borib turinglar. Biz norozimiz, majda turamiz. Yo'q, podpischiklar, bular jonga tegdi. Men hozir internetdan zakaz qilaman. Hozir bir narsa o'ylab qo'ydim. Bular hammasi jonga tegdi.
2 soatdan so'ng va hammasi o'zgarib ketdi. Xo'sh, yetillar bo'ldi, mana eshikni ham qo'yib oldim. Endi bo'lsa sizlar bu qishloqqa umuman kira olmaysizlar. Unutinglar bu qishloqda kirish uchun hammanglar bittadan 100 tadan izumrud to'lov qilib, keyin bemalol kirishinglar mumkin. Lekin ungacha izumrud to'lov qilmasanglar kirmaysizlar, okey? Isromi kunday qilmagan iltimos mayli hammasiga chidaymiz. Biz boshqani o'qimaymiz, gap qaytarmaymiz. Yo'q, bo'ldi, bu qishloqda endi sizlar kira olmaysizlar. Endi izumrudni to'lov qilsanglar, keyin kirasizlar. Undan buni obunachilaring hal qilsin, obunachilaring yetillarni kirgizib yuborsa, mana shu kirib ketamiz biz, xo'pmi? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasa obunachilar albatta qilmanglar, kommentariyaga yozib qolinglar, qishloqlarni kirgizamizmi yo kirgizmaymizmi tekinga yoki izumrud to'lov qilib kirishamiz. Ungacha sizlar ko'chada turasizlar. Bo'pti, xayr, ko'chish hammanglarga. Bo'ldi, obunachilar, sizlar bilan Maestromek bo'ldim. Keyingi videogacha xayr, albatta kommentariyaga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Obuna, like, kommentariya esingizdan chiqmasin.